Akalar, bu endi haliga kuniga 3-4 ta ushlab qo'ysak, bozordan olib kelib sotyapti degan gapdan endi qutulsak. Endi odamlar endi yangicha usulni topdi-da. Hali bitta narsa kaptar tashlasang, endi o'yin uchuvi, narx-navosini yo telefon nomerini yozib tashlaysan. Shunda ham lichkaga o'tib, "Uka, o'yin uchuvi qanaqa? Telefon nomeri tashlab yuboring-chi" deb. Endi so'kib yozib bo'lmaydi, mayli deb yana bir boshdan yozib tursang, keyin boshlashadi. "Ha, uka, yozib qo'ygan ekansiz, ko'rmay qolibmiz" deb aldan qilasan. Bag'da o'zi birdan yo'q spiska yozib qo'ygan bo'lasan. Endi jo'nalishni bosaman deb tursang, yo'q, taqayda golso'ga keladi, yozishadi. "Uka, yozib qo'ygan ekansiz, ko'rmay qolibmiz" deb. Shunaqalarga hayron qolaman. Bitta narsa tashlashdan olishdan oldin spesialni ko'rib netib yo video tashlalsa videoni ko'rib olsa kerak yo shuni bo'ldi, o'sha men lichkamdan narsa tashaldi, bo'ldi, shuni yozib, telefon nomeri tashlab yo haliga gruppaga rasm, video qilib tashlab qo'ysang ham lichkaga o'tib olib, rasmni tashlab qo'yingchi, rasmni ko'raylikchi qanaqa ekan deyshadi. O'ylanglar, akalar, bu Telegramga shunchaki haliga yo Telegramga hali naqd yozyapmanmi-da, menda bugun bitta ko'k lahma ushlandi. Shu sotiladi. Qiziquvchilar lichkaga o'tinglar deb yozgan yo'q mana. Qaydan bu akalar? Bu odamni meningit qo'rlaring-ku. Bitta narsa gruppaga narsa tashlasa ham tagida yana qayta yozavermanglar bu. O'yinchi qanaqa deb. Yaxshi ham spesialni hamma narsasini yozib tashlab qo'yamiz. Shunaqa qilib odamlar ham zeriktirdi lekin.